Мне было около 10 Men лет, и 13 я yoshlarda очень edim. Men боялся, что uyimizga кто-то kimdir может kirishdan проникнуть. qo'rqardim. Shunchaki Я не qo'rqmas просто edim. Men боялся, hattoki я даже xonada не bir любил o'zim qolishga оставаться ham один в cho'chir edim. комнате. Men Однажды летом я qachonlardir пытался uxlashga harakat заснуть и qilardim. услышал шум Tepadan esa сверху. ovoz eshitilardi. Я тогда Bu juda очень shubhali va испугался. sirli edi. Esa Затем men я заметил, payqadimki, что в oxirgi течение kunlarda meni следующих xonam дней juda ham в isib моей ketgan комнате ekan. было очень жарко. И я подумал, что это Men buni довольно juda странно, sirli deb потому o'yladim, что мы chunki biz только что faqatgina yangi установили новый ventilyasion tizim qo'ygan вентиляционный edik, вентиль. xolos. Я Men позвал отца, otamdan чтобы он bu yerni проверил. tekshirib berishini so'radim. Он открыл Ventilyatsion вентиляционную tizimni решетку ochdi и va послушал instrumentlarni сигнал olgani трубы. ketdi. А потом Va я men увидел dunyodagi самый eng страшный qo'rqinchli образ из bo'lgan всех narsani возможных. ilk bor ko'rdim. Из вентиляционного отверстия в потолке на нас Men с bilan отцом otamga смотрел bir тощий erkak мужчина. qarab turar edi. Я Men застыл и o'zimni xuddi uni притворился, что не payqamagandek замечаю qilib его. ko'rsatdim. Keyin esa Потом otamning пошел за oldiga папой. bordim. И в Men моем 9 yillik 10-летнем xayollarimni сознании bir joyga мгновенно jamladim va bu возникла yerdan мысль qochib убежать ketishni скорее из o'yladim. дома. Lekin agar men Но ketib я qolsam, передумал, meni потому mushukam что боялся nima оставить qiladi bir кошку o'zi одну degan с xayollar bilan пришедшим в доме. men bu yerdan ketishni rad Представляете? etdim. Bir Я qog'ozga схватил barcha narsani бумажный yozib полотенце и dadamga ручку tutqazib и berdim. написал Albatta своим juda зудящим qo'rqqanimdan. почерком: Dadam birinchida buni o'qiy olmadi есть va mendan человек. buni nima ekanligini so'radi. Папа не сразу смог Lekin birdan прочитать это и yuqoridan спросил, ovoz что keldi. это значит. Tuk tuk, И tuk тогда tuk мы degan услышали ovozlar такой yuqoridan стук kelardi. наверху. Dadam menimcha buni tushundi Должно va быть, meni он qo'liga понял, oldi. потому что он Tezda схватил меня и вызвал politsiyaga полицию. qo'ng'iroq qildi va meni bu dahshatli uydan olib chiqib ketdi. Несмотря на то, что он был пойман, и все закончилось хорошо, Xayriyatki, образ barchasi того yaxshi худого tugadi. человека и O'sha взгляд, dahshatli который erkak esa он 3 kundan beri bizni меня сидел там, kanalizatsiyada bizni ta'qib наблюдал qilib за va нами, kuzatib yurgan ekan. всё еще U hali ham преследуя. men bilandek tuyuladi doim.